Assalomu alaykum hammaga. Bugun dars temamizni 39-elementi itri bilan tanishamiz. Itri Shvetsiyadagi Yetterby shahri sharafiga qo'yilgan atom raqami 39 bo'lgan kimyoviy elementdir. Itri Y belgisi bilan ifodalaniladi. 1794-yili fin olimi Johann Gadolin tomonidan kashf etilgan. Xarakteristikasi: atom raqami 39, atom massasi 89, normal sharoitda itri qattiq, rangi oq kumush rangda, klassifikatsiyasi metal, elektromanfiyligi 1,2, qaynash temperaturasi 3609 Kelvin yoki 3336 Selsiyda bo'ladi. Erish temperaturasi 1799 Kelvin yoki 1526 Selsiyda bo'ladi. Zichligi 4,472 gram taqsim santimetr kubni tashkil etadi. Johann Gadolin rasmini ko'rishimiz mumkin. Bu olim 1760-yilda tug'ilib, 1852-yilda vafot etgan. Itriyda kristal panjarasi mana shunday tuzilgan bo'ladi. Bu yoqqa o'tadigan bo'lsak, itriyda kimyoviy belgisi Y, atom tartibi raqami 39, nisbiy elektromanfiyligi 1,2, atom massasi 89, elektron konfiguratsiyasi 4d1 5s2 ni tashkil etadi. Tasvirini ko'radigan bo'lsak, mana shu itri bo'lagi massasi 50 gram, yuzasi 2,5 santimetr kvadrat, sofligi 99% ni tashkil etadi. Atom tuzilishini ko'radigan bo'lsak, atom tuzilishida 39 ta elektron bor. Mana shu elektronlar atomda to'xtovsiz harakatlanadi. Atom markazi proton va neytrondan tashkil topgan bo'lib, 39 ta protoni bor va 50 ta neytrondan tashkil topgan bo'ladi. Bugun itri haqida o'rganadigan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Rahmat hammaga.